Assalomu alaykum, YouTube kanalimizga obunachilar. Mana navbatdagi komplektlarimiz tayyor bo'ldi. Bu komplektimiz 12 kishilik tayyorladik. Stullarga keladigan bo'lsak, stullarining ranglari mebelni svetda, yong'ochlari esa 100% yong'oq yog'ochda. Oldilar shunaqa chester tugmalik, materiallari karesiya tachinto material. Sidina qismiga 9 cm machalga qo'yib berganmiz. Hop, orqalariga keladigan bo'lsak, orqalari parda broshchalik, jalyuzi pardalagan moslab rangini o'zgartirib beraveramiz. Stulimiz razmeri 320 ga 120, xon taxta qilib ishlasanglar bo'ladi bemalol. Stulimiz MDF holatda tayyorlaganmiz, tepalar shunaqa o'yma naqshli qilib berganmiz. Bu komplektimizni $550 ga tayyorlab berdik. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Kelishgan holda chiroyli qilib o'rab chiqarib beramiz. Quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bemalol. Bu komplektimiz ham xuddi shunday. Yog'ochlari yong'oq yog'ochda, materiallari esa karesiya tachinto material. Ranglari shampan svetda, rangi o'zgaradi ikkalasini. Buni ham orqalari parda broshchalik, sizlarni pardalarga moslab, yo'q jalyuzilarga moslab rangini o'zgartirib beraveramiz. Stolimiz razmeri 320 ga 120. Buni ham xon taxta qilib ishlasanglar ham bo'ladi. Buni ham tepasi shunaqa o'yma naqshli qilib berganmiz. Buni ham narxi bir xil $550 ga chiqyapti. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Chiroyli qilib yetkazib beramiz o'rab. Quyidagi raqamga aloqaga chiqishingiz mumkin bemalol.